Assalomu alaykum dehqon akalar, mana bizga katta stakan zakaz qilganlarni ko'chatlarini tayyorlab qo'ydik. Ertaga ham olamiz. Ertadan keyin katta stakanga zakaz olishni to'xtatamiz. Shuning uchun ham 2 kun vaqt qoldi. Agar kimda kim katta stakan qilmoqchi, zakaz qilib, o'sha martni boshlariga ekmoqchi bo'lsa, telefon qilib tezroq joyida zayin qilib qo'yinglar, bo'lmasa ertadan keyin shu bilan to'xtatamiz. Katta stakanga olinmaydi, boshqa kichkina stakan qoladi shunda. Mana joylar qilyapmiz yana. Ertadan keyin katta stakanga zakaz to'xtatamiz. 2 kunda ulgurib boringlar, mana ko'chatlarimiz o'rnashib ketishlari zo'r. 1-2 kunda buni virusga emlaymiz, shiraga, tripsga emlaymiz. Sog'lom bo'ladi, shunda baquvvat bo'ladi.